Dunyoning eng katta yuk mashinasi Bellaz 75-710. Bitta shinasi $40,000 dan $50,000gacha turadi. Belarusiyada Bellaz zavodida 13-yildan boshlab ishlab chiqarilgan. Balandligi naq 2 qavatli uy kabi. Faqat kon sanoatda ko'mir, temir rudasi, oltin va boshqa ishlash uchun ishlatiladi. Yuk ko'tarish bo'yicha rekord o'tkazgan. 450 tonna. Dvigatelni qarangda, ikkita MTU Detroit dizel, 16 silindrli. Jami 4600 ta ot kuchi, tasavvur qilasizmi? Newton metrni qarangda, 18626. Bak hajmi yig'latib yuboradi sizni. 5600 litr. Bir to'ldirishda kunlab ishlatishingiz mumkin. O'lchamlari: uzunligi 21 metr, balandligi 8,5 metr, eni esa deyarli 10 metr. Og'irligiga keladigan bo'lsangiz, 360 tonna. Kabinasini eshitingda 2 kishilik, ichida konditsioner, xavfsizlik kapsulasi, hattoki muzlatkichi ham bor. Narxi $6 million dan $15 million gacha tashkil qilish mumkin. Bunga bog'liqligi sozlash yoki opsiyalariga qarab. Dunyo rekordi bo'yicha 14-yilda Guinness rekordiga kirgan eng katta yuk tashuvchi trak hisoblanadi. 1 soatda 500 tonnagacha rudani tashiy oladi. Buning og'irligi bilasizmi? 12 ta Boeing 737 samolyotining og'irligiga teng. Shinalarni almashtirish uchun esa odatda kran yoki 8 kishilik brigada kerak bo'ladi. To'liq yuklangan holatga tushsa, bilasizmi, og'irlik London ko'prigini titratib yuborishi mumkin yoki barbod qilishi mumkin. Tezligi bo'sh holatda 65 km/soatgacha chiqadi. Buning o'lchamiga nisbatan juda ham tez. Bu trakni haydaydigan shofyor bir kunda necha pul topadi? Bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring.